Salom, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga juda muhim va ko'plab insonlar uchun og'riqli bo'lishi mumkin bo'lgan bir yangilik haqida gapirmoqchiman. Ayniqsa agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki yaqin kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu ma'lumot siz uchun hayotiy ahamiyatga ega. Chunki bu xabar nafaqat sizning moddiy ahvolingizga, balki kelajakdagi rejalaringizga ham bevosita ta'sir qiladi. Hozirda millionlab fuqarolarni tashvishga solayotgan davlatimizning ijtimoiy siyosatidagi muhim o'zgarishlar haqida so'z boradi. Shu sababli iltimos diqqat bilan tinglang va videoni oxirigacha ko'ring. Agarda kanalda yangi bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazishimizga yordam beradi. Keling, muammoning mohiyatiga o'taylik. So'nggi paytlarda pensiya ta'minoti tizimida jiddiy o'zgarishlar ro'y berdi. Bu esa ko'plab nafaqaxo'rlar uchun o'ziga xos yomon yangilik bo'ldi. Avvallari pensiyalar deyarli har yili, ba'zan esa bir yilda 2 marta inflyatsiya darajasini qoplash va fuqarolarning turmush darajasini oshirish maqsadida muntazam ravishda oshirilar edi. Bu jarayon nisbatan tushunarli va bashorat qilinadigan edi. Ya'ni hukumat inflyatsiya darajasini hisobga olgan holda yoki belgilangan foizda pensiyalarni avtomatik ravishda indeksatsiya qilar edi. Nafaqaxo'rlar o'z daromadlari qanday oshishini taxminan bilishar edi va bu ularga o'z byudjetlarini rejalashtirishda yordam berardi. Bu tizim ko'p yillar davomida amalda bo'lib, nafaqaxo'rlarga nisbatan barqarorlik hissini berardi. O'tmishda, masalan, agar mamlakatda inflyatsiya 10% ga oshgan bo'lsa, pensiyalar ham shu darajada yoki unga yaqin miqdorda oshirilishi kutilardi. Bu esa aholining eng himoyalanmagan qatlami uchun moddiy yordamning muhim shakli edi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgardi. Pensiyalarni hisoblash va indeksatsiyalash tartibiga yangi mezonlar kiritildi. Endi pensiya miqdorlarining oshishi faqatgina inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'lmaydi, balki davlat byudjetining imkoniyatlari, mamlakat iqtisodiy o'sish sur'atlari va hatto mehnat bozoridagi o'zgarishlar kabi bir qator murakkab ko'rsatkichlarga bog'liq bo'ladi. Bu degani, pensiyalar endi har doim ham kutilgan darajada oshmasligi mumkin. Ba'zi hollarda o'sish deyarli sezilmas darajada bo'lishi yoki umuman oshmasligi ham mumkin. Bu yangilik birinchi navbatda jamg'arib boriladigan pensiya tizimiga emas, balki davlat tomonidan to'lanadigan asosiy pensiyalarga taalluqlidir. Shuningdek, nafaqa tayinlash uchun talab qilinadigan ish staji miqdori oshirildi. Bu esa kelajakda nafaqaga chiqmoqchi bo'lganlar uchun qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi. Endilikda pensiya miqdorini aniqlashda shaxsning ish haqi miqdori va ish staji koeffitsiyentlariga yangicha yondashuvlar joriy etildi. Bu esa ko'plab hollarda kutilganidan pastroq pensiya miqdorlariga olib kelishi mumkin. Bu o'zgarishlar nafaqat yangi pensiyaga chiquvchilarga, balki allaqachon pensiyada bo'lganlarning pensiyalarini qayta hisoblashda ham sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Keling, bu o'zgarishlarni batafsil tahlil qilaylik. Kimlar bu yangilikdan ko'proq xavotirlanishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi navbatda kam ish haqi bilan ishlagan va pensiya yoshiga yaqinlashgan yoki yaqinda nafaqaga chiqqan fuqarolar xavotirlanishi lozim. Misol uchun, tasavvur qiling, 6 yoshli Omon aka umrining ko'p qismini past maoshli davlat ishida ishlagan. Uning umumiy ish staji 30 yilni tashkil etadi. Eskirgan qoidalarga ko'ra, uning pensiyasi eng kam pensiya miqdoridan biroz yuqori bo'lib, har yili inflyatsiya darajasiga qarab erta oshirilardi. Endi esa yangi qoidalar bo'yicha uning pensiyasini hisoblashda ish haqi koeffitsiyenti o'zgarishi mumkin. Agar uning ishlagan yillardagi o'rtacha ish haqi mamlakat bo'yicha o'rtacha ish haqidan sezilarli darajada past bo'lsa, uning pensiyasining oshish sur'atlari keskin pasayishi ehtimoli bor. Hatto pensiya miqdorining qayta ko'rib chiqilishida ba'zi komponentlar hisobga olinmasa, Omon akaning pensiyasi real qiymatda pasayishi mumkin. Ikkinchi toifa bu o'z mehnat faoliyatini to'liq hujjatlashtirmagan yoki ba'zi davrlarda norasmiy tarzda ishlagan shaxslar. Masalan, 25 yoshli Gulnora opa 25 yil davlat korxonasida ishlagan, ammo keyingi 10 yilni norasmiy tarzda xususiy sektorda faoliyat yuritgan. Avvallari uning davlat korxonasidagi ish staji pensiya uchun asos bo'lib xizmat qilar edi va pensiya miqdori nisbatan barqaror oshib borishi kutilardi. Endi esa uning umumiy ish stajini hisoblashda norasmiy ishlagan davrlari umuman hisobga olinmasligi mumkin yoki ular uchun pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilmagani
sababli pensiya miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Yangi qonunchilikda ish staji va ish haqi yuzasidan talablar qat'iylashtirildi. Agar Gulnora opaning 10 yillik norasmiy ish staji hisobga olinmasa, u pensiya uchun zarur bo'lgan minimal ish stajiga ham ega bo'lmasligi mumkin. Bu esa uning nafaqaga chiqishini kechiktiradi yoki faqat ijtimoiy nafaqaga umid qilishi mumkin bo'ladi. Uchinchi misol yuqori malakali, yuqori maosh olgan mutaxassislar. Tasavvur qilaylik, 62 yoshli professor Alisher aka u 40 yil davom universitetda ishlagan va har doim yuqori maosh olgan. Avvallari uning yuqori maoshi pensiya hisoblashda asosiy omil bo'lib, unga munosib pensiya ta'minlanardi. Yangi qoidalar bo'yicha uning pensiya hisob kitobida ish haqi koeffitsientlari bo'yicha cheklovlar kiritilishi mumkin. Ya'ni ma'lum bir maksimal ish haqi chegarasi belgilanishi mumkin. Undan yuqori qismi pensiya hisoblashda inobatga olinmaydi. Bu esa uning kutilgandan pastroq pensiya olishiga olib kelishi mumkin. Uning yuqori maoshi va uzoq ish stajiga qaramay, pensiyaning o'sish sur'ati uning ish haqi bilan mutanosib bo'lmay qolishi ehtimoli mavjud. Masalan, u har oyda 10 million so'm maosh olgan bo'lsa, avval bu to'liq hisobga olinib, pensiyasi eng yuqori darajada bo'lardi. Endi esa pensiya hisoblashda faqat 5 million so'mgacha bo'lgan qismi hisobga olinishi mumkin. Bu esa uning pensiyasini sezilarli darajada kamaytiradi. Kimlar xavotirlanishi shart emas. Asosan bu toifa fuqarolar davlat tomonidan beriladigan ijtimoiy nafaqalar oluvchilar, masalan, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar a'zolari va aniq belgilangan minimal pensiya oluvchilar. Bu toifadagi fuqarolar uchun minimal ijtimoiy kafolatlar saqlanib qolishi kutilmoqda. Shuningdek, juda uzoq ish stajiga ega bo'lgan va ish haqi har doim o'rtacha darajada bo'lgan fuqarolar uchun ham vaziyat nisbatan barqaror bo'lishi mumkin. Ammo baribir har bir holat individualdir va shaxsiy pensiya hisobini tekshirib ko'rish har qanday holatda ham maqsadga muvofiqdir. Endi esa ushbu qoidalarning istisnolari, tuzoqlari va ko'pchilik e'tibordan chetda qoldiradigan noaniq jihatlariga to'xtalib o'tamiz. Birinchidan, ba'zi maxsus toifadagi pensiya oluvchilar uchun eskirgan qoidalar saqlanib qolishi mumkin. Bu harbiy nafaqaxo'rlar, ayrim davlat xizmatchilari yoki xizmatlar uchun alohida e'tirof etilgan shaxslar bo'lishi mumkin. Ularning pensiyalarini hisoblashda o'ziga xos mexanizmlar qo'llanilishi va ular yangi umumiy qoidalardan tashqarida qolishi mumkin. Biroq bu istisnolar soni cheklangan va ularni aniq qonunchilik hujjatlarida tekshirish lozim. Masalan, agar siz harbiy xizmatni o'tagan bo'lsangiz, sizning pensiyangizni hisoblashda maxsus ustamalar yoki koeffitsiyentlar qo'llanilishi mumkin. Bu esa umumiy qoidalardan farq qiladi. Ammo bu holat har bir shaxsga taalluqli emasligini unutmaslik kerak. Ikkinchidan, tuzoqlardan biri bu pensiya hisoblashda ishtirok etadigan maksimal ish haqi miqdoridagi cheklovlardir. Avvallari yuqori maosh olgan shaxslarning pensiyalari ham tegishli ravishda yuqori bo'lar edi. Endi esa qonunchilikda pensiya hisoblash uchun inobatga olinadigan maksimal ish haqi chegarasi belgilanishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, agar sizning o'rtacha ish haqingiz bu chegaradan yuqori bo'lsa ham, pensiyangiz faqat chegaralangan miqdor bo'yicha hisoblanadi. Bu ayniqsa uzoq yillar davomida yuqori maoshli lavozimlarda ishlagan, katta miqdorda soliq va ijtimoiy sug'urta to'lovlarini to'lagan mutaxassislar uchun nohaqlikdek tuyulishi mumkin. Masalan, agar chegara 5 million so'm etib belgilansa, sizning 10 million so'mlik o'rtacha maoshingizdan faqat 5 million so'm pensiya hisoblashga asos bo'ladi. Bu esa kutilgan pensiya miqdorini sezilarli darajada pasaytiradi. Uchinchidan, noaniq muolaja, bu qayta hisoblash mexanizmi. Ba'zida pensiya tizimida o'zgarishlar kiritilganda pensiyalarni avtomatik ravishda qayta hisoblash va yangi qoidalarga moslashtirish jarayoni amalga oshiriladi. Biroq bu qayta hisoblash har doim ham avtomatik va siz uchun foydali bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hollarda fuqarolardan pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va pensiyasini qayta hisoblashni so'rash talab qilinishi mumkin. Agar siz bunday imkoniyatni o'tkazib yuborsangiz yoki jarayonni to'g'ri tushunmasangiz, siz kutilgan pensiya miqdoridan mahrum bo'lishingiz mumkin. Shuningdek, qayta hisoblashda qaysi davrdagi ish haqlari va qaysi ish staji komponentlari inobatga olinishi ham muhimdir. Yangi qoidalar pensiya miqdorini belgilashda faqat ma'lum bir davrga oid eng yaxshi ish haqi ko'rsatkichlarini hisobga olishni cheklashi mumkin. Bu esa umumiy pensiya miqdoriga salbiy ta'sir ko'rsatadi. To'rtinchidan, yangi qoidalarga binoan
ayrim imtiyozli ish stajini hisoblashda o'zgarishlar yuz berishi mumkin. Masalan, og'ir va zararli sharoitlarda ishlaganlik uchun beriladigan imtiyozli staj hisob-kitobi murakkablashishi yoki ushbu stajning pensiya miqdoriga ta'siri kamayishi mumkin. Ilgari har bir yil imtiyozli staj 1,5 yil yoki undan ko'proq sifatida hisoblanardi. Endi esa bu koeffitsiyentlar pasayishi yoki ma'lum bir maksimal chegaraga ega bo'lishi mumkin. Bu esa bunday sharoitlarda ishlagan shaxslarning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. 5-dan, nafaqat hozirgi, balki kelajakdagi nafaqaxo'rlar uchun ham muhim bir jihat bor. Pensiya jamg'armasiga kiritilgan badallarning qayta hisoblashdagi roli. Agar siz umringiz davomida pensiya jamg'armasiga muntazam va yetarli miqdorda badal to'lagan bo'lsangiz, sizning pensiyangiz barqarorroq bo'lishi mumkin. Ammo agar qandaydir sabablarga ko'ra badallar tartibsiz to'langan bo'lsa yoki umuman to'lanmagan bo'lsa, yangi qoidalar sizning pensiya huquqlaringizni sezilarli darajada cheklashi mumkin. Bu ayniqsa o'z-o'zini band qilgan shaxslar yoki kichik biznes egalari uchun dolzarb. Ularning pensiya badallarini o'z vaqtida va to'liq to'laganliklari haqidagi hujjatlarni saqlashi va muntazam tekshirib borishi juda muhimdir. Pensiya jamg'armasiga to'langan har bir so'm sizning kelajakdagi pensiyangizni belgilaydigan asosiy omillardan biridir. Yangi qoidalar bu badallarning pensiyani yanada kuchaytirishi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatda nima qilish kerak? Qanday qilib o'z huquqlaringizni himoya qilish va pensiyangizni maksimal darajada ta'minlash mumkin? Mana siz uchun bir qator amaliy tavsiyalar. Birinchi qadam, pensiya jamg'armasidagi shaxsiy hisobingizni tekshiring. Bu juda muhim. Siz o'zingizning ish stajingiz, ish haqingiz to'g'risidagi ma'lumotlar va pensiya jamg'armasiga kiritilgan badallarning to'liqligini bilishingiz shart. Buning uchun siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Odatda bu ma'lumotlarni shaxsan borib yoki zamonaviy usullardan foydalanib, ya'ni internet orqali davlat xizmatlari markazlari portali orqali olish mumkin. Murojaat qilganingizda shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, ya'ni pasportingizni o'zingiz bilan olib boring. Shu bilan birga, iltimos sizga shaxsiy hisobingizning ko'chirma nusxasini yoki ma'lumotnoma taqdim etishlarini so'rang. Bu hujjatda sizning ishlagan davrlaringiz, maoshingiz va pensiya jamg'armasiga o'tkazilgan to'lovlar aks ettirilgan bo'ladi. Agar qandaydir xatolar yoki nomuvofiqliklar topilsa, darhol choralar ko'ring. Ikkinchi qadam, pensiya huquqingizni tasdiqlovchi barcha hujjatlarni to'plang va tartibga keltiring. Bu sizning mehnat daftarchangiz, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar. Masalan, so'nggi 5 yil uchun ta'lim to'g'risidagi diplomlar, harbiy guvohnoma, nikoh va tug'ilish guvohnomalari, ayollar uchun familiya o'zgarishini tasdiqlovchi. Bolalarning tug'ilish guvohnomalari, agar farzand parvarishlash ta'tilida bo'lgan bo'lsangiz va boshqa tegishli hujjatlar bo'lishi mumkin. Har bir hujjatni asl nusxada va nusxada saqlang. Agar asl nusxalardan birortasi yo'qolgan bo'lsa, tegishli arxiv idoralariga murojaat qilib, ularni tiklashga harakat qiling. Bu jarayon vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun buni kechiktirmasdan hozirdanoq boshlash muhim. Uchinchi qadam, pensiya ta'minoti qonunchiligidagi so'nggi o'zgarishlarni o'rganing. Hukumatning rasmiy veb-saytlarida yoki huquqiy ma'lumotlar portallarida pensiya qonunchiligiga kiritilgan yangi qoidalarni topishingiz mumkin. Agar siz qonunchilikni to'liq tushunmasangiz, malakali yuridik yordam olishdan tortinmang. Pensiya masalalari bo'yicha ixtisoslashgan advokatlar yoki maslahatchilar sizning holatingizni to'g'ri baholashga va qanday harakat qilish kerakligini tushuntirishga yordam beradi. Ba'zan bir kichik detal butun vaziyatni o'zgartirishi mumkin. Masalan, sizning ish stajingizdagi bir necha oylik uzilishlar pensiya miqdoriga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Ammo huquqiy yordam bilan bu muammoni hal qilish yo'llarini topish mumkin. 4-qadam. Pensiya hisoblashning yangi qoidalariga muvofiq o'zingizning taxminiy pensiya miqdoringizni hisoblab ko'ring. Agar pensiya jamg'armasida maxsus kalkulyatorlar mavjud bo'lsa, ulardan foydalaning. Aks holda yuqorida aytilgan ma'lumotlarni hisobga olgan holda mutaxassislardan yordam so'rang. Agar hisob-kitoblar kutilgan natijadan pastroq chiqsa, pensiya miqdorini oshirish yo'llarini izlang. Ba'zi hollarda qo'shimcha ish stajiga ega bo'lish, ayrim davrlardagi kam hisoblangan ish haqlari uchun qayta hisoblashni talab qilish yoki hatto sudga murojaat qilish orqali ham pensiya miqdorini oshirish mumkin. Bu jarayon murakkab bo'lishi mumkin.
Ammo o'z huquqlarimizni bilish va ular uchun kurashish muhimdir. 5-qadam. Agar sizning pensiyangizni noto'g'ri hisoblashgan deb hisoblasangiz yoki sizga adolatsizlik qilingan deb o'ylasangiz, shikoyat qilishdan tortinmang. Avvaliga yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma ravishda murojaat qiling. Agar bu murojaat natija bermasa, yuqori turuvchi organlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi markaziy apparatiga murojaat qiling. Oxirgi chora sifatida siz sudga murojaat qilishingiz mumkin. Sud jarayoni uzoq va qiyin bo'lishi mumkin, ammo ko'pincha bu adolatni tiklashning yagona yo'li bo'ladi. Har qanday shikoyatingizni yozma shaklda qoldiring va uning ro'yxatga olinganligi to'g'risida tasdiqlovchi hujjat, kirish raqami va sanasi oling. Bu kelajakda sizning huquqlaringizni himoya qilishda muhim dalil bo'lib xizmat qiladi. Aziz do'stlar, bugun men sizga pensiya ta'minoti tizimidagi so'nggi o'zgarishlar haqida batafsil ma'lumot berdim. Bu haqiqatan ham ko'plab nafaqaxo'rlar va kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar uchun jiddiy yangilik. Vaziyat o'z-o'zidan yaxshilanib qolmaydi. O'z huquqlaringizni bilish va ularni himoya qilish uchun faol choralar ko'rish juda muhimdir. Esda tuting, har bir fuqaroning munosib pensiyaga ega bo'lish huquqi bor. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. Fikringizni va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohni o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga kelgusida ham siz uchun dolzarb va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda ilhom beradi. O'zingizni asrang va moliyaviy kelajagingizga befarq bo'lmang. Ko'rishguncha.